Assalomu alaykum O'zbekiston bo'ylab YouTube kanali a'zolari, biz sizlarga qumsuvoq qilish haqida bir video tayyorladik. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, bitta like bosib qo'yasizlar. Bu joyimizga qancha sement ketgan, qancha qum ketgan. O'sha necha pul bilan mana shu joyimiz qumsuvoq, sement suvoq bo'ldi. Shu haqida gaplashamiz. Mana bu joyimiz, mana bu kirishimizdan katta bitta hol bo'ladi. Qo'ldan o'ng qo'l, chap qo'lga koridor bo'ladi. Xo'p, bu tomonlarimizdan boshlab xona, ikkinchi etajga chiqadigan plyonpayamiz bor bu tomonda ham, bu tomonlarimizda ham. Xullas mana shu joyimiz, keyin bu joyimizning oldi tomoni o'xshi 700 kvadrat metr chiqdi. Usta haqqi o'rtacha 40 ming so'mdan bo'lyapti. Rasxoti, ya'ni qum, sement, ustaning qoni, shunaqa narsalarga 20 ming so'mdan pul ketyapti. Sizlarga uy egasiga 1 kvadrat metri 60 ming so'mga aylanyapti. Bu albatta o'rtacha holati. Yana devorli holatidan kelib chiqib, plus minusini gaplashamiz. Bizning xizmatlarimiz asosan vodiy bo'ylab hozirgi kunda. Vodiydan boshqa joyga chiqqani gap ochig'i jindek odamimiz oz. Ishchi kuchimiz oz bizni. Keyin nima deydi? Vodiyda o'zida ishimiz seroq, Xudo xohlasa. Shu kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana chiroyli qilib, sizlarga yangilik qilib videolar qo'yib boramiz. Endi nima deydi? 700 kvadrat joyimizga o'rtacha bir 10 tonna sement ketdi. 3 mashina zilda qum ketdi. Yana mayda juda narsalar ketgan. Ular o'xshiy pulini sizlarga hisoblab berib aytdik. Sizlarga 20 ming so'm rasxot, 40 ming so'm usta haqqi, 60 ming so'mga aylanyapti. Endi biz sizlarga uyimizning bir tuzilishini, holatini sizlarga hozir videoda ko'rsatib boramiz. Kanalimizga bitta like bosib qo'yasizlar. Muhimi, kanalimiz yangi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. Mana do'stlar, mana bu ravatdan kirganda, mana shu ravatdan kirganda, mana shu joydan boshlab, darvozani bir chekkasidan boshlab shundoq keladi. Mana bu ichkariga kirish katta eshigimiz. Mana bu chekkasigacha qildik. Shu joygacha 700 kvadrat metr chiqqan. Sizlarga hozir ko'rsatamiz. Hozir ko'rsatib o'tgan tashqari qismimiz hamda mana bu ichkariga kiradigan joyimiz. Ichkariga kirishimiz bilan o'ng qo'lda koridor. O'ng qo'lda koridor. Xo'p. Bu koridor bo'ylab kelganinglarida bitta katta xona. Bu xonamiz tashqaridan ham kirsa bo'ladigan xodlari bor. Mana eshik, deraza. Atqoslarimizga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Mana xona ham kattagina, podvali ham bor ekan. Keyin mana ikkinchi etajga chiqib ketadigan podez deb qo'yamiz. Yana bitta xona. Mana bu yana bitta xona. O'sha mana bitta, ikkita, uchta xona bo'ldi. Mana bunisi 4-xonamiz. Mana bu 5-xona. Mana bu yana bitta xona, ya'ni 6. Bu 7, hammomchasi ham bor. 8. Mana bu 9. Mana bu tomon yana bitta xona. Shu kirganda mana yana chap qo'limiz bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, xona ko'p. Tasa afsalar bilan uy solgan ekan. Bu yana ikkinchi etajga chiqib ketadigan holat, joy. Mana bu joylarimiz podyezdning tagi, lesnitsamiz tagi bitta hammomcha bo'ladi, dushavoy. Bu tomonda ham yana bitta shunaqa podyezdimiz tagi shunaqa hammom bo'ladi. Mana shu joylarimizni hop sement suvoq qildik. Shu joyimiz 700 kvadrat metr chiqdi. Endi sizlarga o'rtachasini aytib o'tyapmiz. Atkos burchaylarimizga ham baho berib qo'ysanglar bo'ladi mana. Boya aytib o'tganimizdek, biz yangimiz. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lib qo'ysanglar, biz xursand bo'lamiz, Xudo xohlasa.